Demak, qaranglar, bugun sizlar bilan nemis tilida o'tgan zamon shaklini o'tishimiz kerak. Tushunarli? Nemis tilida o'tgan zamonni gapirish. Nemis tilida o'tgan zamon shaklini turlari bor. Biz bugun perfekt shaklini o'tishimiz kerak. Tushunarli? Perfekt mit haben oder sein. Ya'ni nemis tilida o'tgan zamonni haben yoki sein fe'llari yordamida yasaladi. Tushunarli? Nemis tilida o'tgan zamon shaklida gapirish uchun bizga mana shu haben yoki zayndan bittasi kerak va fe'llarni o'tgan zamon shakli, fe'llarni perfekt shakli kerak. Tushunarli? Fe'llarning perfekt shakli deganda ko'plab fe'llar mana bu ko'rinishda o'zgaradi. Ya'ni g qo'shimchasini oladi. Tushunarli? G qo'shimchasini olib oxiriga t keladi yoki g qo'shimchasini olib oxirida n keladi. Tushunarli? Bularni faqat yodlab o'rganish mumkin. Tushunarli? Sizlarga ro'yxat beraman, yodlaysizlar buni. Mana shu ro'yxat yordamida yodlab ko'rish mumkin. Demak, bu yerda bir nechtasini yozib ko'rsatganman. O'zi fe'llar turlari ham bor. Turlar bo'yicha ajratib ko'rsatganman. Misol uchun, machen xat gemacht bo'lar ekan. Xatni bekorga yozib qo'ymaganman. Nimaga? Chunki bu haben bilan yasaladi degan. Tushunarli? Sein bilan emas, haben bilan. Machen qilmoq tarjimasi xat gemacht o'tgan zamonda kelyapti, qilganimiz keladi. To'g'rimi? Ya? Sagen aytmoq, to'g'rimi? Hat gesagt bo'lar ekan. Tushunarli? Yoki arbeiten, hat gearbeiten, schreiben, hat geschrieben, essen, hat gegessen, trinken, hat getrunken. Endi mana bular bilan bular ajratganning farqi, mana bunda fe'lning o'zida o'zgarish bo'lmayapti. Fe'lning o'zagida birorta yangilanish yo'q. Ammo bularda bor. Schreiben bo'lsa, schrieben bo'lib qolyapti. Ko'rdinglarmi? Yoki essen bo'lsa, gegessen bo'lib qolyapti. G qo'shimchasini olyapti. Trinken bo'lsa, getrunken bo'lib qolyapti. Tushunarli? Mana shunaqa fe'llar bor. Ya'ni unregelmäßig deydi. Bunisi regelmäßig bo'lsa, bu unregelmäßig. Endi Trembag'e verben bor, to'g'rimi? Trembag'e verben nima edi? Was war Trembag'e verben? Bo'linadigan fe'llar, to'g'rimi? Ajraladigan fe'llar. Ya'ni aufrufen tarjimasi nima? Aufrufen, ha? Was bedeutet das aufrufen? Oder to'xtamoq. Yo'q. Aufrufen. Was ist das Aufräumen? Was bedeutet? Können Sie mir sagen? Weiter. Aufräumen, yig'ishtirmoq, tozalamoq. Esan yo'q. Anrufen nima? Qo'ng'iroq qilmoq, einkaufen, hayt qilmoq. Bular Trembag'e verben, to'g'rimi? Trembag'e verbenlarda o'rtasiga g olar ekan. Tushunarlimi? Ya'ni ajraladigan joyi, ya'ni hat aufgeräumt. Tushunarlimi? G oldi. Aufgeräumt. Yoki hat angerufen. Ko'ryapsizlarmi? Hat angerufen. Yoki einkaufen. Hat eingekauft. Hat eingekauft. Keyin g olmaydigan fe'llar bor ekan. Ya'ni ig'it bilan tugaydigan, misol uchun ig'in. Telefon yig'in, fotografiya yig'in fe'llar, to'g'rimi? Qanaqa bo'lar ekan? Hat telefon yig'in. Yoki hat fotografiya yig'in. Tushunarlimi? Ya? Bular mana bu tarafga yozgan fe'llarning hammasi haben bilan. Chunki xat kelyapti, ko'rdinglarmi? Endi bu yoqda sein bilan. Sein bilan qanaqa fe'llar, misol uchun sizlar savol bo'lishi mumkin, qanday ajratib olamiz bu fe'llarni? Qayerda sein bilan ishlatish kerak, qayerda haben bilan ishlatish kerak? Buni ajratishning eng zo'r yo'li harakat fe'llari sein bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Bormoq, yurmoq, uchmoq. Tushunarlimi? Mana shular hammasi sein bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Misol uchun mana bu yerda fahren nima? Haydamoq, to'g'rimi? Harakatmi? Ist gefahren bo'lyapti. Sein emas, ist haben emas, sein kelyapti. Fliegen ist geflogen. Reisen ist gereist. Ya? Aufstehen. Bu ham harakat fe'li faqat Trembag'e verben, ya? Aufstehen nima tarjimasi? O'rnida turmoq, to'g'rimi? Ist aufgestanden bo'lyapti. Tushunarlimi? Shohrux? Asadbek? Bahodirxon?
yoz boshlangan, dastlari 10-gacha degan. Bas. Hop, bu yerda G olyapti o'rtasiga, chunki trembag'i berildi bu. Просто buni bu yoqqa yozib qo'yganimiz sababi u harakat fe'li. Tushunarli? Zayn bilan ishlanadi. Endi misollarga qaranglar, misollar. Misol uchun, hozirgi zamonda gapingizda men gap misolni to'sib turang, yopib turang. Men uyga vazifalarni qilyapman, qanaqa bo'ladi? Ich mache die Hausaufgaben, to'g'rimi? Men uyga vazifalarni qilyapman. Bu hozirgi zamondagi gap. Endi shu o'tgan zamonda qanaqa bo'ladi? Machen gemacht bo'lib kelar ekan, to'g'rimi? Haben bilan kelyapti. Endi qaranglar. Ich machen o'rniga habe kelyapti. Tushunarli? Chunki bu yordamchi fe'l o'tgan zamon yasamoqchi. Ich habe die Hausaufgaben gemacht. Tushunarli? Fe'l ikkinchida keladi, ya'ni yordamchi fe'l ikkinchida kelar ekan. Gapning asosiy fe'lini perfekt shaklda orqaga o'tkazib yuborar ekan. Tushunarlimi? Ya? U hat gemacht turibdi, to'g'rimi? Savol bor shunki, nega hat emas? Chunki haben fe'li ishga qanaqa tuslanadi? Habe ishlanadi, to'g'rimi? Demak, ich habe die Hausaufgaben gemacht bo'lyapti. Tushunarli? Hozirgi zamonda qanaqa edi bu? O'zi? Ich mache die Hausaufgaben, ya? Bu hozirgi zamonda. Endi yana sagen wir. Der Lehrer hat gesagt. Tarjimasi bo'ladi. O'qituvchi aytgan edi bo'lyapti. Tushunarli? O'qituvchi aytdi bo'lsa qanaqa bo'ladi? Aytayapti bo'lsa o'tgan hozirgi zamonda. Der Lehrer sagt bo'ladi, to'g'rimi? Ya? Der Lehrer hat gesagt. O'qituvchi aytgan edi. Machen Sie die Hausaufgaben. Uyga vazifalarni qiling. Aber haben Sie nicht gemacht, ya? Haben Sie nicht gemacht, tarjimasi bo'ladi. Siz qilmadingiz, ya? Hop, keyin mana gestern tarjimasi. Kecha. Gestern hast du viel gearbeitet. Nima bo'ladi? Gestern hast du viel gearbeitet. Kecha sen ko'p ishlading. Tushunarli? O'tgan zamonda ketdingiz. Wir haben gestern palov gegessen. Kecha biz palov yedik. Ya? Tushunarli? Hat Büro aufgeräumt. U ofisni yig'ishtirdi yoki tozaladi, to'g'rimi? Ya, o'tgan zamonda. Sie hat mir fotografiert. U meni rasmga oldi, ya? Endi mana bu harakat fe'llari. Ich bin letzten Monat nach Berlin gefahren. Men letzten degani o'tgan oy Berlinga haydadim. Bordim bo'ladi. Transportda bormoq ma'nosiga keladi. Transportda bordim. Tushunarli? O'tgan zamonda gapiryapman. Bist du nach Deutschland geflogen? Bist du nach Deutschland geflogen? Sen Germaniyaga uchdingmi? Uchgandingmi? O'tgan zamonda keladi. Tushunarli? Ya? Hop, letztes Jahr sind wir Samarkand gereist. Oxirgi yil O'tgan yili biz Samarqandga reisen nima tarjimasi? Sayohat qilmoq, to'g'ri? Samarqandga sayohat qilgandik. Tushunarli? Ya? O'tgan zamonda gap tuzish. Ya? Tushunmaysiz, sizlarga bitta aniq. Savol bering. Qaysi fe'llar ishlatmadik? Schreiben, ya? Kecha men senga email yozdim. Ayt. Kecha
Gestern. Gesterndan keyin sразу fe'l kelish kerak. Oltin qoida. Men deyapmiz. Gestern habe ich, ja? Habe ich keyinchi die einmal geschrieben geschrieben. Ja? Qanchasi bo'ladi? Kecha men email yozdim. Ya? Senga degan so'z qolib ketdi. Qayerga yozaman? O'zi senga degan so'z qaysi? Der. Derni qayerga yozamiz? Gestern habe ich die email geschrieben. Ya'ni kecha men senga email yozgandim. Ya? Tushunarli? Hamma tushundimi? Ya? Yozib olaylik.